Bu qitim dərsini paylanıb biz rəsm qağat fasonu bilan tanışıb chiqamiz. Rəsm qağat fasoni əməliyyatda intayin ko'p ishlatiladigan unumlarning biri bo'lib, bu mayli xatga, rasmga bo'lsin va yoki boshqa shakllarga bo'lsin, hammasiga ba'singiz bo'laverdi. Ham buni biz qanday qilamiz degan chog'da men buni tushunish uchun oldindan bir shakldan birini chizay. Men buni chekib bo'lgandan keyin hozir TikTok bilan quroldan foydalanib, qolgan bir TikTok bilan qurib oldim. Ama rengini chiroyliroq bo'lsin deb men sal ko'k mavi rangdan birini berdim. Qilib bo'lgandan keyin men bu shaklni tanlangan holatda qarasangiz bu yerda hozir boyliq ko'zligining ichidan buningki o'xshamagan parametrlar ko'rinib turibdi. Bundan boshqa men bu yerni chekkan chog'da maska qavati. Maska qavatining ostida bir so'zlab o'tib turadigan bir yeri yumronlashtirish deydi. Yumronlashtirish deganni surgan chog'da atrofdagi qirlarga qarasangiz bo'ldi. Buningki xuddi volishayotgandek bir holat shakllanganligini ko'rasiz. Men vaqtincha o'qiyay, endi naq darsimizga kelgan chog'imizda, endi men bu yerda bevosita buni chekkancha, qo'sh chekkanchagimda buniki rang o'zgartirish ko'zniga childi. Undan keyin men xatning ustini chekkan chog'imda bu yerda ismni o'zgartirgan vaqtcha masalan men shakl deb ismni o'zgartirib qo'yib enterni urib. Undan keyin buning ostidagi xatning yanidagi ko'k doiraga qolgan bir yer qo'sh cheksam bo'ladi. Cheksam hozir rasm qavat fasoni degan ko'znak ochildi. Va yoki men mashina tanlanganlikda ostidagi FX knopkasini bosgan chog'imda o'xshashlar rasm qavat knopkasi chiqadi. Men buning ustidan o'rtaq tanlash degan tanlasammi o'xshashlar rasm qavat fasoni degan ko'znak ochildi. Qarasangiz buning so'l tarafida nurg'unlagan uchurlar turibdi. Bular nima degan chog'da biz bularni bir tushunish qilsak bo'ladi. Men buni vaqtincha sal cho'ngaytay, control bilan plus belgisini bosib sal cho'ngaytdim. Bek muvofiq olmasa men buni sal ekranga muvofiqlashtirsam bo'ldi. Control bilan 0 ni bosib qilib, yoki 100% eklay. Sal yana cho'ngaysam bo'lgudek. Cho'ngaytgandan keyin men buni o'zimning ko'rish doirasiga eng muvofiqlashtirib, backup bo'lib men buni qaytadan qo'shib chekib, rasm qavat fasonini ko'znigini ochdim. Ochgandan keyin birinchisi qapartma holat. Buni chekkan chog'imda qarasangiz bo'ldi, buning shakli o'zgardi, xuddi qapartma holatga kelgandek bir shakl paydo bo'libdi. Ham buni men bevosita chekkandan keyin buning o'ttiridagi ko'znigidan o'zgarish paydo bo'ldi. Endi bu yer birinchi fasonni ichidan urilamdi, teshidan urilamdi deganlarni tanlash orqali qilsangiz bo'ladi. Ichidan, teshidan o'xshamagan unumga erisha olasiz. O'sha orqali qilsak bo'ladi. Uningizga buning shakli siyliq bo'lamdi yoki o'yma holat shakllanishi qamdi, masalan, shakllari mana o'xshamagan holat chiqdi degan gap. Men buni hozircha siyliq eklay, undan keyin buning cho'nqurligi. Masalan, mashinaniki qilish orqali buni suzukligini yoki texmi o'tkirligini tanishsak bo'laverdi. Bu aslida bo'lsa nurninki tushish darajasi ustidan ostiga tushamdi yoki ostidan ustiga chiqamdi. Qora taraf odatda soy taraf, demak ustidan ostiga nur tushganini ifodalabdi. Men ostidan ustiga nur bergan holatni bersam, buni chekversam, xuddi mundaq bir holat shakllandi degan gap. Yani ustidan ostiga tutib tursin, undan keyin men buni cho'nqurin qilish orqali doiraning cho'nkishini tanishlayman. Masalan, men cho'ngaytish orqali bu bag'on siri bir shokoladdak bir shakl paydo bo'ldi. Undan keyin men buni texmi yumshoqlashtiray. Yumshoqlanganchigimda bu shaklning texmi yumronlashganligini, texmi rahat holatga kelganligini qilalaysiz. O'zingiz xohlagan tanishlaysiz. Uning ostida bu yerda soyisininki tushish gradusi deydi. Men buni o'zgartirish orqali bular yo'nalishini butunlay o'zgartirayman. Masalan, ustidan masalan, o'ng ustidan ostiga tushgan holati yoki so'l ostidan ustiga tushgan holati degandek xohlagancha o'zgartirsak bo'laverdi. Buni jiroqlatgan sari nur jiroqlab ketdi. Men ichiga ekasam nur texmi yaqin kelgandek bo'ldi. Shuning orqali tanishalaysiz va butunlay intan qo'llanishdan. Undan keyin bu yerda qilsangiz bo'ldi, butun hammasiga ishlatamsiz deydi. Agar bu yer ikki shakl bo'lgan bo'lsa, masalan, yana bir shaklning soyasi va yoki boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, bu ramkani tanlab etgan chog'ingizda mushu shaklninki gradus, nur tushish gradus o'zgartgan chog'ingizda qolganlarga teng o'rtaq ta'sir qiladi. Agar buni kunib evatsangiz, faqat mushuli shakliga ta'sir qiladi degan gap. Undan boshqa bu yerninki nurning tushishi. Masalan, nurning tushish shaklini o'zgartirasiz. O'zingiz qo'lingiz orqali o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, har xil shakllar orqali o'zgartirsangiz yoki tayyor modellardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, ma shakl va yoki holat degandek qilsangiz har birisining unumi o'xshash bo'lmaydi. Men buni vaqtini o'chirib turay. Undan keyin
oq nurning tushgan holati, ya'ni kuchli nurning tushgan holati qandoq degan chog'da oq bo'lsinmi, qizil bo'lsinmi, siz bevosita bir qizil cheksangiz ko'p ifodalanmasligi mumkin, lekin men o'zgarish paydo bo'ldi. Bu nima ishqa degan chog'da bu yerda buningki andizisi shu rang suzish holatida. Agar buni biz normal akab qo'yib turib, endi men qizil rangni bergan chog'imda qirsangiz bo'ldi, bayqadim kuchli holat keldi. Chunki bu yer ostidagi soyalarninki hammasining o'xshamagan andizlar bo'lg'achqa, bu hozir o'rtaq ta'sir qilishqa bu hozir mushaq tutuq holat keldi. O'sha orqali qilsak bo'ladi, biz buni asosli o'zininki rang suzish holat akab qo'yib turaylik. Undan keyin buningki suzish darajasi 100% bulamdı. 100 yoki bag'asi bo'lib ko'rinmaydi holat tuzilib bulamdı. Misol qilsak bo'ldi. Maniki sayisining rangi qanday bo'ladi? Siz bularni masalan qizil rang tanlasak bo'ladi. Bu yerda plyonkalar qatnash oldi bo'lg'achqa hatto ifodalanmadi normal ekanligini chiqmasa qizil holat kelganligini, uning ustiga buningki suzlik darajasi tangishayotgan chog'da texim qizil holat kelganligini his qila olasiz. Misol o'zgartish orqali buni qilsak bo'laverdi. Men buni hozir normal ekab qo'yib turay. Sahiye vaqtincha yana qarolat turaversin. Undan keyin bu 50 gradus atrofida turib tursin yoki 49 tursin mayli. Endi bu ostiga kelsangiz tang egizlik siziq deydi. Bu nima degan chog'da buni chekimiz faqat birla parametrning borlig'ini his qila olasiz. Buni qilish orqali shaklning o'zgarayotganligini his qila olasiz. Undan boshqa bu yerda farqli shakllari bor. Buni o'zgartirib, tayyor shakllardan foydalanib turib, buning unumini o'zgartira olasiz degan gap. Yoki buni ostidan qo'shsangiz bo'ladi. Undan boshqa bu holat tursin, men yana asliga sukutga ekab qo'yib turay. Undan keyin bular tallaqliq holatdan uchritib, undan keyin ostidagi shakl belgi oldi. Qarasangiz bu nerdan kelgan budir-budir narsalar degan chog'da bizning bu yerdagi rasm, ya'ni kelgan bunu chekkan chog'imizda biz nurg'un rasmlar bor. Siz bulardan qolgan birini tanlasangiz bo'ladi. Shu shaklning asosida bu shaklni o'zgartirib berdi. Bu orqali qildi tanlanib bo'lgandan keyin buningki cho'ng kichikligini tanishlaysiz yoki qo'lingiz orqali o'ng so'lga surish orqali buni o'rnini belgilaysiz. Mana cho'nqurligi qanday bo'ladi deganlar orqali buni shaklini o'zgartirish qilsangiz bo'ladi yoki uni ta'tini tanlab o'zgartsangiz bo'ladi degan gap. Bunun tanlagan 3 holat tursin. Asli holat kelib turgan chog'da bu yerda qirrlarni belgilash yoki bo'yash degan gap. Buna kirgan chog'da bu ostidagi qirra qarasangiz qor rangli ramkalandi bu. Hozir bu nerdan kelgan rangsiz bu rang. Endi biz buni qizil rang o'zgartirib boqaylik. Qilsangiz qizil rang kirdi. Undan keyin buningki cho'ng kichikligini hozir 4 piksel ekan. Siz buni qolgan o'zgartirsangiz yoki sam kirgizsangiz bo'ladi. Masalan, men 20 deb qilgan bo'lsam, buningki qirlari bunday bo'ldi. Buning bir diqqat qilsangiz bo'ldi. Buning o'rni bu ichidan bo'lgan chog'da cho'llari qirliq chiqadi. Aslida men teshidan qilgan bo'lsam, cho'sam yumaloq holatga keldi degan gap. Aslida buni o'ttirdan va teshidan bo'lgan bo'lsa, bu sal yumaloq moyil. Agar siz qirliq moyil bo'lsangiz, mush o'rnini belgilab olsangiz bo'ladi. O'sha orqali biz belgilasak bo'ladi. Undan keyin buningki birikma andisi normal bo'lamdi yoki qanday bo'ladi deb o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Ahvol qarab tanlasangiz, bu yerda uningki ko'rinma oldi shaklini turibdi. Ash orqali belgilasangiz bo'laveradi. Undan boshqa biz rang to'ldirish holati qanday bo'ldi? Faqat sap rang bo'lamdi yoki tadrijiy o'zgaramdi. Masalan, bu orqali siz rangni o'zgartirsangiz bo'ldi. O'sha chekkandan keyin biz belgilagan rangni, masalan, bu yer biz bir xil metalliq tusni berish uchun men o'ttirni kuchliroq, ichki atrofini men bu chekkandagi yana bir shaklni bo'lgandan keyin atrofini sal qirliq ekeldim. Qarasangiz bu boshqacha bir shakl paydo bo'ldi. Men buni jazmlashtirib bo'lib, buning o shaklini belgilasam bo'ldi. Buning gradusini belgilasam bo'ldi va yoki buningki graduslik o'zgaramdi shakl bo'yicha. Buning ta'tini tanlasangiz bo'ladi. O'zingiz ahvol qarab turib yoki simmetrik holati bo'lamdi va yoki qanday holati bo'ladi deganni o'zingiz tanlasangiz bo'laveradi. Undan keyin bu yerdagi nisini cho'ng kichikligini ta'sir qilib doirasini belgilay olasiz. Mush orqali qilsangiz bo'laveradi. Bundan boshqa men buni o'chirib turay. Undan keyin ishchining soyasi. Ishchining soya ba'zi vaqtlarda intayin muhim rol o'ynaydi. Buni biz o'ng so'l surish orqali doirasini belgilay olamiz va yoki qo'limiz bilan mouse chekish orqali yo'tkab ishlata olamiz. Yo'tkab ishlasak bo'laveradi.
lekin buning sohasininki shaklini o'zgartirsangiz, rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Lekin bu hozir normal holatda qizil holatganda boshqa holatlar orqali qilsangiz bo'ladi. Masalan, bu iliqqa chechilib ketgan rangdek chiqibdi. Men buni cho'ngaytirish, kichilish orqali uning quyuqligini tanishlayman. Har xil usullar orqali tansak bo'laverdi. Men bu yerda yana qora holatda tursin. Undan keyin buning qiynaqlik darajasi o'ngga surgan siri shuncha qiynaq bo'ldi. Lekin bu mushningki orlig'i. Lekin buningki tutilishi, cho'ng kichikligi mushlar orqali o'zingiz xohlagan shakl ekranlaysiz. Uning ustidan boshqa miyada agar siz buni qalamqon ranglar paydo bo'lishga boshlaydi. Yangi bir xil unumga erishalaysiz degan gap. Buni chekish orqali bu shaklini boshqacha g'alit shakllarga o'zgartirsangiz bo'ladi. Hozir o'zgarish bu tishni yo'qotish harfi deganga o'xshaydi. Buni qancha ishlatsangiz shuncha ozaydi. O'sha orqali buni shaklini o'zgartiramiz. Undan boshqa ichidan rang urish deydi. Buning rangini o'zingiz tanlay olasiz. Masalan, seriq rangni bersak, bo'ldi. Undan keyin buning suzilish darajasi qismingiz shu ichidagi nurninki sal o'zgarayotganligini his qilasiz. Masalan, buning qalamqon ranglar bo'lsinmi yoki bo'lmasam yangi bir xil unum paydo bo'lgan. Buning uslubi qanday? Nəhayət iniq bo'lsinmi yoki siliq yumron bo'lsinmi, uning qirlaridan bo'lsinmi yo o'ttirdan kelsinmi degandek mushaq tansiz bo'laverdi. Buning orlig'ini, to'silish darajalarini belgilasangiz bo'ladi. Buni ostidagi o'xshash unumlar orqali qilsangiz bo'ladi. Buni o'zingiz bir bosh ishlatsangiz bilalaysiz. Undan boshqa bu yerda nəhayət yaxshi yo'riqligi, paqiraqligi deydi. Ham bu qarsangiz qop-qora bir shakl paydo bo'libdi. Bu yerda men masalan qizil rangdan birini berib, qarsangiz o'zgarish bo'ldi. Nima degan chog'da buningki birikma andis o'xshamabdi. Ya'ni men buni normal egasam, men bergan qizil moya rang chiqdi. Men buni 100% ekvatsam qizil holat shakllandi. Men buningki doiralarini o'shna qilib o'zim belgilay olaman. Bu alomatlikqa ko'p ishlatiladigan unumlarning biri hisoblanadi. Undan boshqa bu yerda rang ustiga rang chaplash deydi. Ham bu nima degan chog'da bu yerdagi hozir bo'z rang yoki kul rang holat shakllanib qolibdi. Men buni o'zim xohlagan rangni bersam, butunlay aslidagi bizning rang ko'k rang değil, lekin men qaysi rang bergan bo'lsam, ustiga xuddi chaplab o'tgandek bo'lib ketdi. Men bu yerni suzish orqali aslidagi rang bilan biriktira olaman. Aslidagi rang lekin qizil rang bilan birlashgandagi rang. Buningki andizlarim tangshiyalayman degan gap. Tanışsam bo'laverdi. Ondan keyin bu yerda tadrijiy o'zgarish. Masalan, men olgandek buni bir xil metaldek tus paydo bo'lish uchun bola ekeldim. Buningki yo'linishini men tanishib olsam bo'ldi. Masalan, radiuslik bo'lamdi yoki graduslik bo'lamdi, yantaliq yoki simmetrik bo'lamdi. Mushlarni tanishib olsangiz bo'ladi. Ondan keyin mush orqali o'rnini tanishlaysiz. Ba'zi metaldek tus berish uchun mush shakllar, unumlarni paylansangiz bo'ladi. Buningki orqali yig'ilish darajasi, kengayish darajasini belgilay olasiz. Undan boshqa aslida rasm. Biz bayan rasm degan to'q shuning o'xshab qoldi, lekin buningda aslidagi shakl qanday bo'lsa, shunday ekiladi. Masalan, men bu yerda bir xil shakl turibdi, akasam bu odat keldi. Men buni tatib turib o'rnini belgilasam bo'ldi va yoki cho'ng kichikligini kichiklitish, cho'ngaytirish holati akasam bo'ldi va yoki suzilish darajasini qiyoslab aslidagi bilan bunga farq paydo bo'ldi degan gap. Undan boshqa sirtdan rang urish deydi, sirtqa nur chechish. Men buning ranglarini har xil tanlasam bo'ladi, tanlab bo'lib, men bu yerda shakllarni qilsam bo'ldi, o'rnini men jazmlaytirib bo'lgandan keyin shakllarni har xil belgilarni qilsam bo'ldi va yoki keyin qilish. Buningda toza aniq ko'rinmadi. Masalan, men normal ekan bo'lsam, mana qirlarniki biz bergan nurning bog'lig'ini his qila olamiz. Men bu yerda shaklni o'zgartirish orqali o'xshamagan unumlarga erisha olaman. Bu nihoyatda siliq ba'zi ahvollar ishbalanadi. Masalan, men normal rang berdim. O'xshamagan tagliklarda buningki bergan ta'siri o'xshamaydi. Buning qolgan yerlari shuning o'xshash. Masalan, men hozir bu yerda normal ekib qo'yib turdim. Sirtliq buning tavrish darajasi, lekin shu doiralarni biz o'zimiz tanishsak bo'laverdi. Undan boshqa ko'p ishlatilgan bir uslubi fason bo'lsa, buning soya tashlash. Soyasini chekkandan keyin bola keldi.
Biz nurg'unlagan vaqtlarda soya berish orqali bu shaklni xuddi laylayotgandek yoki 3 o'lchamli holatda ifodalaymiz. Masalan, men buni sal uvalashtirib turib, buni orlig'ini anchada bu xuddi biz ekranga ko'pirilma holatda chiqayotgandek his qila olamiz. Buning shaklini, rangini o'zgartiramiz. Mush orqali biz o'xshamagan fasonlarni, o'xshamagan shakllarni qila olamiz. Bundan boshqa men hozir qarsangiz shakl deb chiqibdi. Men buni o'chirib turay, butunlay o'chirish uchun men buni qilasam bo'ladi. Undan boshqa bizning bu yerda kontrol taxtasining ichida fason deb bir ko'znak bor. Agar bu fason bo'lmagan bo'lsa, siz ko'znakning ichidan siz fason deganni cheklatsangiz bo'shalab chiqadi. Men mashina tanloqli holatda qarab turing va ko'znak bo'lgandan keyin men boshqa bir shakl qilgan bo'lsam, biz oldin belgilab bergan o'zi kompyuterda bog'labdan boshqa qilib berdi. Mishlar har xil fasonlar o'zgarishlarga buning yorug'lik nurchish darajasi, tadrij o'zgarish orqali bizga oldin belgilab bergan shakllar bor. Mush orqali o'xshama unumlarga erishdi. Hamda mushli shakl bormi degan chaqda unday emas. Bundan sol tarafdagi kichik ko'zdan chekkan chaqmada o'ng taraf ustidagi yana bir ramkalar ko'rildi. Bu yerdan o'xshamagan shakllarni kirgizsangiz bo'ldi. Masalanga bolar akagandan keyin men keyinni qo'shiman dedingiz. Qismingiz xuddi mana o't kuyayotgandek shakllar. Bularni har vaqt tahlillaysiz. Undan boshqa siz o'zingiz to'rdan ba'zi narsani tushirib qilsangiz bo'ldi. Bu yerda fason kirgizish deganni qarshılash degan qilsangiz, bu yerda qilsangiz bo'ldi. Kengaytirilma nomi ASL bo'lgan holatda biz qilsak bo'ldi. Bu yerda biz 220 xil holatni ekib qo'ydik. Siz bevosita qachilsangiz bo'ladi. To'rdan tushirsangiz qilsangiz, bu yerda nurg'un shakllar ko'paydi degan gap. Men bevosita bu shaklga berdim. Yoki men unumni berdim. Qarsangiz aynakdek ko'niklik nimlar berdi. Ham buni faqat shaklga beramdi degan chog'dami. Masalan, men yerda ham buni vaqtni o'chirib turay. Hozir xat shakli keldi. Masalan, men mushu xatni tanlab turib, boshqa tanlab bo'lgandan keyin men qolgan birini berib boqay. Bu xatning uslubi o'zgardi degan gap. Men buningga yana bir xil shaklni bersam bo'ldi. Masalan, chekib turib qilsangiz, tez suratda, chiroyli unumlarga erisha olasiz. Qarsangiz bu o'xshamagan uslublardan kelganligini, rasm, xat hammasiga mos kelganligini his qildingiz. Siz yoki mashina chekib turib, qolgan birini o'zgartirsangiz bo'ldi. Masalan, buningki o'zgarish darajasi biroz qo'shayotgandek shakllandi. Men bu yeshil holatni yaxshi to'yimdim. Qolgan uslublari bo'ldi ekan desangiz, o'zingiz tanlab o'zgartirsangizmi yoki boshqa bir rang o'zgartirsangiz bo'laveradi. Mush orqali yaxshi bir xil unumlarga erisha olamiz degan gap.